Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Bugun dushanba. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatını bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi 20 dekabr kuni Germaniyaning Myunxen shahrida Eysa Yusuf Altekin vafotining 30-yilida Sharq Turkiston davlat rahbarlarini xotirlash yig'ini o'tkazdi. Dünya Uyghur qurultiyining o'rinlashtirishida 20 dekabr kuni 2 kun davom qiladigan bu yig'inga dunyoning har qaysi joylaridan muhojiratga tadqiqotchilar, peshqadam axborotchilar va Turkiya parlamentidagi bir qism parlament a'zolari, Istanbul va Anqaradan bir qism turk akademiklar kelib qatnashdi. Yig'in jarayonida Sharq Turkiston jumhuriyatlarining qurg'uvchi rahbarlari va qahramonlari eslab o'tilib, ularning ish izlari va shu davrdagi tarixiy arxiv ko'rinishlar mulohaza qilinish bilan birga Sharq Turkiston tarixiga ta'sir ko'rsatgan 3 apandilar Mas'ud Sabiri, Muhammad Ibn Bug'ra va Eysa Yusuf Altekinning ish izlari, muhojiratdagi da'vo hayoti haqida maxsus suhbatlar ilib berilib, yig'in qatnashchilarining savollariga javob berildi. Bu yig'inga yana Turkiya parlamentining bir qism parlament a'zolari va turk tadqiqotchilar qatnashadigan bo'lib, ularning qatnashishida Sharq Turkiston davosining Turkiya siyosatidagi o'rni mulohaza qilinish bilan birga Yevropadagi turk tashkilot rahbarlarining qatnashishida Sharq Turkiston davosi va Yevropadagi turk islom tashkilotlari nomida maxsus mulohaza o'rinlashtirildi. Bu yig'inda yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, dunyo vaziyati va dunyo Uyg'ur qurultiyi temasida maxsus yig'in suhbat o'rinlashtirilib, navbatdagi dunyo vaziyati va uning Uyg'ur davosiga ko'rsatgan ta'siri, dunyo Uyg'ur qurultiyining bu murakkab vaziyatdagi tarixiy vazifasi mulohaza qilindi. Faoliyat oxirida Erkin Altekin apandining sohibxonligida nazr faoliyati o'tkazilib, marhum Eysa Yusuf Altekin va shahidlarimizga atab duo tilovat qilinadi. Yaponiya poytaxti Tokioda cho'ng tipdagi birlashma namoyish elib berilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining tashkillashida Tokioda 7 dekabr kuni Xalqaro kishilik huquq kuni munosabati bilan bir yurish norozilik namoyishi elib berilib, namoyish qatnashgan har qaysi tashkilotlar birlashma bayonot e'lon qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Yaponiya hukumati va Yapon xalqini Xitoyning dunyoga elib kelayotgan tehditlari va Uyg'ur, Tibet, Mongol xalqiga elib berayotgan qirg'inchiliklarga diqqat qilishga va uni to'xtatishga chaqiriq qilgan. 7 dekabr kuni atdiganda Yaponiya Uyg'ur jamiyati, Myanmar jamiyati, Kambodja milliy qutqizish jamiyati, Ukraina Yaponiya bilan birlikda turish jamiyati, Yaponiyadagi Belorussiya fidoyilari, Tayvan jamiyati, Janubiy Mongoliya qurultiyi, Mongoliya birlashmasi, Ishki Mongol xalq partiyasi, Yaponiyadagi Erkin Tibet uchun o'quvchilar jamiyati, Hong Kongdagi erkinlik jamiyati, Demokratik Xitoy fronti, Shimol Koreyadan qaytib kelganlarning hayoti va inson haqlarini qo'g'dash jamiyati, Yaponiyadagi Tibet jamiyati, Hong Kong bilan birlikda turish jamiyati, Yaponiya ittifoqdoshlar jamiyati va dunyo Uyg'ur qurultiyining Yaponiyadagi vakillari birlikda Tokiodagi Xitoy elchixonasi oldiga yig'ilib birlashma norozilik namoyishi elib borgan. Shu kuni tushda namoyish elib borgan mazkur tashkilotlar birlashma yig'ini o'rinlashtirib, tajovuzchi Xitoy hukumatining Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliyada elib berayotgan qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosati, Sharq Janubiy Osiyo davlatlarining siyosatiga aralashib, tahdid va besimlar bilan rayon xarakterlik yaratayotgan masalalari, shundaqla Xitoyning Myanmar qirg'inchiligining bevosita sababchisi ekanligi haqida birlashma bayonot e'lon qilishgan. Mazkur bayonotda har yili 12 oyning 10 kuni 1948 yili 12 oyning 10 kuni o'tkazilgan 3-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida xalqaro kishilik huquq xitobnomasi ma'qullangan va shu kunni xotirlaydigan xalqaro kishilik huquq kuni ekanligini va bu kunni xotirlaydiganligini, dunyoda hozir diktator tuzumlar va davlatlarning xalqlarning kishilik huquqlari, erkinligi va demokratiyasiga tahdid solayotganligini, bo'libmi Xitoyda insoniyat tarixida misli ko'rilmagan darajada kishilik huquq dafsanchiligi yuz berayotganligini, Xitoy besib olgan Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mongoliyada milliy tozalash elib berayotganligini, har qaysi millatlarning tillari, dinlari, madaniyatlari va tarixlarining yo'qotishga uchrayotganligi, Hong Kongda Xitoyning atalmış bir davlatda ikki xil tuzum modelining rad qilinib,
Hong Kongning tamamen Xitoyga qo'shilganligi va demokratiyaning bostirilishi, Xitoyning Tayvanni qo'shib olish qariniyatining kundan kunga harbiy tahdid silishi qarab o'zgarayotganligidek bir qator masalalar o'tirib qo'yilib o'tilgan. Bu birlashma bayonotda yana Yaponiya xalqiga chaqiriq qilib, biz diktator davlatlarning tahdidiga duch kelayotganligimiz va har bir davlatdagi kishilik huquqni qo'g'dash va kishilik huquqni kafolatlantirish uchun demokratiyani ishga oshirishga chaqiriq qilib bu yerga yig'ildik. Biz Xitoy, Rossiya, Myanmar, Kambodja, Belorussiya, Iran, Shimoliy Koreya va boshqa davlatlardagi diktator hokimiyatlarga qarshi norozilik bildirish va xalqaro jamiyatning qo'llashi va bu masalaga diqqat qilish uchun ittifoqlashib birlashma namoyish va tinchlik yurishlarini o'tkazamiz. Yaponiya xalqimi Xitoyning uzluksiz parokanchilikka uchrayotgan bir xalq bo'lish sifati bilan bu namoyishimizni qo'llab, bizning ovozimiz bo'lishga va biz bilan birga zulm, qirg'inchilik va tajovuzchilikka qarshi turishga chaqiriq qilamiz degan. Bu birlashma namoyishdan keyin namoyishchilar qo'shini yana Tokioning Avat ko'chalarini aylanib norozilik namoyishi olib borgan bo'lib, bu namoyishga Uyg'ur, Tibet, Mong'ol, Xitoy qarshi yaponiyaliklar va boshqa har qaysi muhojirat xalqlardan bo'lib 300 dan jiq kishi qatnashgan va axborotlarning alohida diqqatini tortgan. Avstraliyada olib berilayotgan zanjirsimon namoyish davom qilmoqda. Avstraliyaning Sidney shahrida yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning tajovuzchi Xitoyga qarshi olib berayotgan zanjirsimon namoyishi 2018-yildan beri davom qilayotgan bo'lib, Sidneyning peshqadamlaridan Talg'at Abbos, Mijit Apandi va Yusuf Abdurahim Hojim qatorliqlar Sidneyning shahar markazida har yakshanba kuni olib boradigan namoyishni davom qilib, Avstraliyaga dunyoning har qaysi joylaridan kelgan sayohatchilar va avstraliyaliklarning diqqatini tortmoqda. Baramızmı? Allah razı olsun degan bir nimani ifodalanmaydigan xalqlarimiz bor. Sizlardan Allah razı olsun asli. İnşallah xalqlarimizning hammasi bir kuni uyg'onib, shu 30 ming 40 ming kilometr neridagi shu Xitoydan qo'rqadigan shu qo'rqinishini bir yuraklardan itib tashla. Allohdan shuni tilamiz Xudoyim. Allah hammamizniki ko'ngliga insof bersin. Elbette. Allah hamdülillah olsun inşallah. Her zaman bayrak kulumuzda. Varlık karşı mücadele kılınır. Allah razı olsun. 35 milyon halkımızda o çıkım intikamını alınır. İnşallah, inşallah, inşallah. Bu namoyishni olib berayotganlardan Yusuf Hojim Uyg'ur muhojiratining hozir Xitoy bilan olib berayotgani tashviqot urush ekanligini, shundaqla qo'limizdan keldiganingmi tashviqot bilan Xitoyning abdibashirsini ichib, dunyo jamoatchiligiga pash qilish va Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni bildirishning bosh tortqili bo'lmaydigan muhim vazifamiz ekanligini ta'kidlash bilan birga, vatanda Uyg'urning ziyolilari, diniy zotlari, xalqning avangardlari turmalarda, jazo lagerlarida qiynalayotganda, o'layotganda, qiz ayollarimiz tajovuzchilik uchrayotgan mundaq bir paytda sukut turishning vatandagi qarindoshlarga, ota-onamizga qilingan xiyonat ekanligini ta'kidlab, bu namoyish haqidagi tafsilotlarni o'rtoqlashib o'tdi. Assalomu alaykum, shtobdagi qavm qarindoshlarim, hammanglarning mush vaqtda xayrli bo'lsin. Bugun Janob Allohning go'zal hidoyati sizlar bilan hamdamda bo'lsin. Vatanga bo'lgan so'yganni Alloh ziyoda qilsin. Ulug' Janob Alloh zalim tajovuzchi Xitoydan qisas oladigan, zalim tajovuzchiga taqobil keladigan kuch-quvvat Alloh ato qilsin. Bugun 2025 12 oyning 7-kuni, ya'ni yakshanba, biz Zincirsimon namoyishimizning davomini davomlashtiryapmiz. Biz Zincirsimon namoyishimizni davomlashtirib, shu zalim tajovuzchi Xitoyga qarshi, zalim tajovuzchi qotil Xitoyga qarshi ozgina mujodala qilib, shu zalim tajovuzchi Xitoyga bo'lgan nafratimizni bildiraylik. Biz uchun bu katta sharaf. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Yegan tamoqning, yegan tuzning yüzü kilerligidek insanlardan bulunup biz bu hür dünyada yaşayıp, yani sükut tutup, yani Xitaydan korkup yaşayan değil, ölgünümüz tüzük. Biz şu Xitaydan korkmayız, şu Xitayga kuskumuzun gapini diyeleyimiz de bu devletler siyasi panalık talep kaldık.
Xitoyning bayrog'ini paytimi qilib, siyosiy panohlik tilab qoldi. Shunga biz shu xalqimizning oldida yuzkilarlik edik. Shu zolim Xitoyning ko'zi tikilgan mixo'g'liqidek ishni qilamiz inshaalloh. O'ylab boqinglar, bu Xitoyning siyosatiga Xitoyga qarshi turib, davlatlar yig'lab turib, ana vatanimiz Sharqiy Turkistonlar janubidagi qiyinchiliklarni tunishtirib yig'layotdi. Biz şu xalq devletning xalq turib, şu xalqning ovoz qo'shadigan millat turib, o'rdanib yashab, şu xalqimizga ovoz chiqarmay, yana biz sukut turib, Xitoyning sayt qo'rqqandan o'lgunimiz tuzuk. Bizni Allah, Zeydin Yusuf, Abdüxelildek qahramonlardan qilsin iloyim. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Biz bu hör dünya turib, yana Xitoydan qo'rqamdoq. İnşallah qo'rqmaymiz. Zalimga qarshi qo'limizdan kelgan mujodilani qilamiz inshaalloh. Hürmetli körürmenler, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.